Qabristonga kirgandan keyin Hanafiylarda janozada Mulk surasi o'qiladi. Lekin o'zimizda bo'lsak, mana shu Ixlos, Falaq, Nos surasini o'qiganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Qabr ustida o'sib turgan maysalarni, o'simliklarni ular tasbih aytishligini bilganimiz holida, ko'karib turgan holida yurmaymiz. Qachonki qurigan, xashak bir holatga kelsa, uni olib tashlaymiz. Ko'karib turgan o't-o'lan, gulu rayhonlar marhumga tasbih aytadi. Shuning uchun azizlar, qabrlarning tepasiga mana shunaqa bir manzarali daraxt, bir gullarni ekishimiz maqsadga muvofiq. Mevali daraxtni ekish mumkin emas. Qabristonga xohlagan kunda, xohlagan paytda borsa bo'ladi. Lekin savobi ko'proq bo'ladi ana shu juma kunida ziyorat qilishligimizni. Qabrlarni oralab kirganimizda juda ham ehtiyotkor bo'laylik, boshqa qabrlarni bosmaylik azizlar. Sarvari koinot hadisi sharifda cho'g'ning ustida o'tirgan yaxshiroq deganlar. Qabrning ustiga o'tirgandan ko'ra, qabrni bosgandan ko'ra cho'g'ni bosgan yaxshiroq deganlar. Juda e'tibor qilishimiz kerak. Odamni ustiga chiqib bosgan bilan barobar bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga shu ta'limotni o'rgatganlar. Endi bir insonni o'zi umuman borib, yo otamiz, yo onamiz, yo bir ulug' zotni huzuriga borib ziyorat qilib, salom berib, ularning haqqiga duolar qilsak, tirikligida ziyorat qilgan bilan barobar bo'ladi. Rasul akram alayhissalom aytganlar: "Man zara qabri faqad zarani." Kimki mening qabrimni ziyorat qilsa, meni tirikligimda ziyorat qilgan bilan barobar bo'libdi deganlar. Mana umraga, hajga borasizlar, Sarvari koinotni ravzalariga kirib ziyorat qilamiz. Ahli Baqiya, ya'ni Baqiy qabristoni bor. Oysha onamiz o'tib yotibdilar. Ummu Salama onamiz, Rasulullohning qizlari, Hazrati Usmon, 10 mingdan oshiq sahobalar bor Ahli Baqiyada. Bu yerda Payg'ambarimiz alayhissalom, Hazrati Abu Bakr va Hazrati Umar bu yerda yotibdi. Rasulullohni ziyorat qilamiz. Bu zotlarning huzuriga borib ziyorat qilish tirikligida borib ziyorat qilish bilan barobar. Yoki boshqa bir hadisda man zara qabri vajabat alayhi shafaati deganlar. Kimki meni ziyorat qilsa qabrimni, unga shafaatim vojib bo'ladi deganlar. Endi qadamimiz yetmasa, imkonimiz yetmasa, albatta eslab turishligimiz, birodarlarimizni eslab turishligimiz kerak bo'ladi azizlar. Qabristonlarga bugungi kundagi eng katta xurofotlardan bittasi azizlar, jonlik olib borib so'yish, u joydagi marhumlarga atab jonlikni so'yish, sham yoqish, latta bog'lash kabi ishlar bu kechirilmas gunohlar. Hali ham bu illatlardan xalqimiz xoli bo'ldi, shag'am yoqib kelish. Bundan 30 yil, 40 yil oldin shu illat bor edi. 3-4 kun borib yoqib kelinardi. Yoki latta bog'lash. Bu Mo'g'ullardan qolgan illat. Bir paytlar bosqinchilik tarzida 2 asrdan ko'p muddat shu bizni xalqimizga qolib ketgan xurofotlardan bittasi latta bog'lash qabristonlarga. Bu Mo'g'ullardan qolgan juda katta illat. Alloh taolo o'tgan azizlarimizni rahmat aylasin.